Mani patsientkam bo'lgan, aniq bilaman, mani kuzatadilar har doim. Patsientkam 6 oylik, 2 o'g'ildan keyin 17 yil deganda homilador bo'lganlar. Halizgacha esimda, bu 3 yil bo'lib qoldi bu voqeaga. Keldilar, tishim og'riyapti dedilar. Davolash kerak, lekin bitta ginekologingiz bilan maslahat qilib bering dedim. Ugroza yo'qmi? Chunki baribir 6 oy hasratda ko'tarib yuribdi-da ona. So'raganimdan keyin aytdilarki, yo'q, hech narsa qilmaydi dedilar. Men aytdim, yo'q, men unaqa davola olmayman dedim. Ming bor uzr, o'zim 6 ta farzandni dunyoga keltirgan bo'lsam ham, lekin bunaqa narsani bo'ynimga ola olmayman desam, yo'q, kechqurun keyin qaysidir klinikaga borishgan. O'sha yerda o'zi ugrozalari bo'lgan ekan ular. Haligini ukoldan keyin tug'uruv boshlanib qolgan. Endi ular ham shifokorlar qanaqa yordam berishgan, bularga tishlarni davolab beraylik, chunki tish og'rig'i bilan yurishi o'zi emas. U shifokorlarda ham bu yerda hech qanaqa yo'q. Lekin shu ayol 6 oylik farzandlarini nobud bo'ldi. Undan keyin o'sha menga keldilar, men aytdim, bu narsaga juda jiddiy qarash kerak. Homilador ayollarni ayniqsa homiladorlikdan oldin tishlarini karisini qaratib, keyin bitta farzandni dunyoga keltirib onani ko'tarib yurishi, kechirasiz, o'z-o'zi bilasiz, uziga borganda 4 haftalik ekansa, voy bolam deb ichimizda va xursand bo'lib ketadi. O'shanga har doim onalarga, ayollarga maslahatim, homilador bo'lishdan oldin albatta tishlarni davolatib, qaratib, ko'rsatib va shu og'riguncha hal qilib olishlikni tavsiya qilaman. Bu yerda shifokor malakasiz yo boshqada emas, to'g'ri, taqdir azal shunaqa yozilgan bo'lgan ularga. Lekin shu bitta patsientni o'zini oxirgacha etmagan gapi bilan bu yerda bitta shifokor ham kechasi balkim uxlamagandir u ham. Yordam beraman degan albatta. Yo'da bitta bolani nobud bo'lishiga olib kelgan. Shuning uchun har doim aytaman, tishingizni ko'rsatib yuring, hurmatli ayollar. Hurmatli erkaklar, ayollaringlar hech bo'lmaganda bir oyda bir marta bo'lsa ham sog'lig'ing joyidami deb xabar olib qo'yishingiz kerak. Baribir biz erkaklarga suyanamiz. Akalarimizga emas, albatta sultonimizga.